Ertaga O'zbekistonning qaysi hududlarida yomg'ir yog'adi? Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zbekiston bo'ylab 9-dekabr kuni yog'ingarchilik, yomg'ir va qor saqlanib turadi. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir va qor yog'ishi mumkin. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0.5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat -3-2 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat -3-2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat -3-2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir va qor yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatlarida qor ko'chishi xavfi bor. Harorat kechasi 4-1 daraja iliq bo'ladi.